Hey guys, how are you doing? O'zim haqimda gapirib beraman. Ismim Gulmira va men 18 yoshdaman. Dunyodagi top universitetlardan biri New York Shanghai universitetiga 98% grant bilan kirganman. I have proof. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu universitetda o'qimayman va hozirda gap year olganman. Gap year degani bu akademik ta'til va savol bo'lishi mumkin. Qayerda o'qiysiz? Hech qayerda, shunchaki harakat qilyapman eng top universitetga kirishga. Harvard, Stanford, Oxford, Yale kabi universitetlarga harakat qilyapman. 2 yildan beri online teaching qilib kelaman va 600 dan ortiq o'quvchilarga yordam berganman. Aynan C1 bo'yicha dars beraman. 15 yoshimda birinchi urinishda C1 natijani qo'lga kiritganman. IELTS experience. 16 yoshimda 6,5 chiqqan, 17 yoshimda 7 chiqqan. Hozir kamida 8,5 ga harakat. Undan tashqari O'zbekiston bir kanalda jonli efirda ingliz tili darslarini olib boraman. Speakingim yaxshi bo'lgani uchun menga juda ham ko'p foyda olib kelgan. Aynan TED Talksga chiqganman. Ha, aytgancha, TED Talksdagi videomni bemalol YouTube'ni TED Talk kanalida ko'rishingiz mumkin. Hozircha shu, ikkinchi qismini kuting. Telegram kanalimga obuna bo'ling.